Assalomu alaykum qadrli kichik do'stlar. Men bugundan boshlab Mening go'zal dinim nomli kitobning birinchi qismini sizlarning diqqatingizga sunishga boshlayman. Men do'stinglar Qizil Yupurmoq. Bismillahirrohmanirrohim. Oldi bilan ulug' Rabbimiz Alloh subhanahu va taologa cheksiz hamd va sanolarimizni va suyimli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga pok durust salomlarimizni yo'llagandan keyin bugungi birinchi darsimiz saroydagi ziyofat. Saroydagi ziyofat. Nihoyatda boy bir podshoh bor ekan. Podshoh boyligini va saltanatining kattaligini kishilarga ko'rsatmoqchi bo'pti. Bu maqsadda cho'ng bir saroy bino qilibdi. Saroyning hujralarini qimmatli go'har va zinnat ashyolari bilan bezabdi. Dasturxonda isil nozu ne'matlarni tizibdi. Ondan insonlarga o'zini tuntish va saroyga kelganda rioya qilishga tegishli qoidalarni o'rgatish uchun bir elchi tayinlagandan keyin insonlarni saroyga taklif qilibdi. Elchi kelgan mehmonlarga yo'l boshlab saroyni aylantiribdi. Podshoh tayyorlagan taomlar va sovg'atlarni taqdim qilibdi. Ondan mehmonlarga podshohni tuntishga boshlabdi. Ey xaloyiq, bu saroyning egasi bo'lgan podshohimiz saroyni va ichidagi narsalarni ko'rsatish orqali o'zini sizlarga tunutmoqchi. Sizlarga bergan ziyofat va sovg'a salomlar bilan o'zining sizlarni qanchalik yaxshi ko'rganligini ifodaladi. Sizlarmi uni yaxshi ko'ringlar va hurmat qilinglar. Adabsizlik qilmanglar. U sizlarga tarqitib bergan hadiyalar bilan o'zining intayin mardligi va mehr shafqatlik ekanligini ko'rsatdi. Sizlarmi buningga rahmat aytish yuzidan izzat hurmat qilinglar. Saroydagi barliq ashyo va bisotlarda uning muhrini ko'rib turibsizlar. Bu go'zalliklarning egisini tunishga, uning kuch-qudrati va shafqatining cheksizligini tushunishga tirishinglar. Elchi bu go'zal so'zlari bilan mehmonlarga saroy va podshohni tunishtirdi. Tunishtirishni anglagandan keyin mehmonlar ikki guruhga bo'linib ketdi. Birinchi guruhdagilar elchining gapini anglab, uning deganini qildi. Saroyga taklif qilinganligiga xursand bo'ldi. Ziyofat asnosida saroyning qoidasiga rioya qilib, adab, qoidalik va intizomchan bo'ldi. Podshohning o'zlarini saroyga taklif qilib, mehmon qilganligi uchun tashakkurlarini aytishdi. Bu mehmonlarning qilg'inidan podshoh mamnun bo'lganligi uchun ularni texmi katta va hashamatlik bo'lgan go'zal bir saroyga avatib mukofotladi. Ular u yerda mangu baxtli bo'lib yashadi. Ikkinchi guruhdagilar bo'lsa, saroydagi yemak-ichmakdan boshqa hech qanday narsaga qarmadi. Elchining so'zlariga quloq solmadi. Ziyofat dasturxonini qalaymiqon qilib, ichish man'iy qilingan ichimliklarni tepib ichib mast bo'ldi. Mastlikda oli tag'il tovlab, vaqirab, jaqirab, boshqa mehmonlarni bearam qildi. Berilgan sovg'a salomlar uchun podshohga rahmat aytishning o'rniga uni yaratmadi, ko'zga ilmadi. Shuning bilan podshoh askarlarga buyruq qilib, ularni tutib turmaga tashidi. Ular turmada azob chekdi. Umma qizim, bu hikoyani nihoyatda go'zal o'qib berdingiz. Bu yerdagi podshoh Alloh subhanahu va taoloni ko'rsatdi. Sizningcha bu yerdagi saroy nimani ko'rsatdi? Bu yerdagi saroy Alloh taolo bizga ato qilgan dunyoni ko'rsatdi. Xo'sh, undaqda saroydagi dasturxon, sovg'a salom, zinnat ashyolari nimani ko'rsatdi? Alloh taolo bizga dunyoda ato qilgan butun ne'matlarni ko'rsatdi. Xo'sh, unda bo'lsa bu hikoyadagi elchi kimni ko'rsatdi? Bu yerdagi elchi suyimli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni ko'rsatdi. Xo'sh, undaqda bu hikoyadagi ziyofatga taklif qilinuvchilar kim? Ziyofatga taklif qilinuvchilar biz insonlarmiz. Xo'sh, undaqda bu hikoyadagi birinchi guruhdagi mehmonlar kimga vakillik qildi? Birinchi guruhdagilar bo'lsa Alloh taologa bo'ysungan, Alloh taoloning deganini qilgan, iymon etgan kishilarni ko'rsatdi. Xo'sh, endi ikkinchi guruhdagi mehmonlar-chi, bular kimga vakillik qildi? Ikkinchi guruhdagilar bo'lsa Alloh taologa bo'ysunmagan, Alloh taoloning deganini qilmagan, iymon etmagan kishilarni ko'rsatdi. Xo'sh, unda bo'lsa birinchi guruhdagi mehmonlar avatilgan go'zal saroy qayerni ifodalaydi? Birinchi guruhdagi mehmonlar avatilgan go'zal saroy bo'lsa, Allohning
o'ziga iymon etgan mo'minlarga tayyorlab qo'ygan jannatini ko'rsatdi. Hamda ikkinchi guruhdagi mehmonlarchi. Ikkinchi guruhdagi mehmonlar tashlangan turma nani ifodalaydi? İkinci grupdagilar tashlangan turma bo'lsa, Allohga iymon etmagan, gunohlarni ishlagan kishilarga tayyorlanib qo'ygan jahannamni ko'rsatdi. Nayt yaxshi javob berdingiz. Hamda ikkinchi guruhdagi mehmonlar nima uchun turmaga tashlandi? Chunki ular podshohning va elchining so'zlarini anglamaganligi uchun turmaga tashlandi. Ya'ni Allohning va payg'ambar alayhissalomning so'zlarini anglamaganligi uchun. Xo'sh, hamda oxirgi savolim, ikkinchi guruhdagi bu kishilar nima uchun elchining so'zini anglamadi? Chunki ular o'zining havoyi havsiga va shaytonning ozdirishlariga ergashdi. Shuningdek elchining so'zini anglamadi. Qadrli do'stlarim, endi ikkinchi darsimiz ibodat degan nima? İbadet degan nima? İbadet bizni va hamma narsani yaratgan ulug' Allohga tava ekanligimizni ko'rsatish, Alloh buyurgan ishlarni qilib, to'sqan ishlardan yiroq turish deganlikdir. İbadet qalbimizdagi iymonning ish harakatimizda ifodalanishidir. Namoz o'qish, roza tutish, Qur'on o'qish, duo qilish va Allohni zikr qilish qatorliqlar ibodatdir. Yolg'on so'zlashdan, o'g'irlik qilishdan yiroq turishmi ibodatdir. Ota-onaga yaxshi muomala qilish, tuqqanlarini yo'qlab turishmi ibodatdir. İnsanlarga yaxshilik qilish, yordam qilish, ularga keladigan ziyonning oldini olish ibodatdir. Musulmon qayrindishimizga salom qilish, uchuq chiroy bilan kulimsirashmi ibodatdir. Ish qilib, Alloh rizosi, Allohni rozi qilish uchun qilingan har qanday ish ibodatdir. Alloh taolo mundaq deydi: Aytqinki, mening namozim, ibodatim, hayotim va mamatim hammasi olamlarning Parvardigori Alloh uchundir. An'am surasi 162-oyat. Suyimlik payg'ambarimiz mundaq deydi: Duo ibodatning o'zidir, ya'ni mohiyatidir. Bu hadis Tirmizida kelgan. Nimishqa ibodat qilamiz? Hayotimizning har daqiqasida son-sanoqsiz ne'matlar bilan uchrashib turamiz. Biz nafaslanayotgan havo, ichayotgan suv, yeyotgan non, rangi, puruqi, ta'mi xilma-xil bo'lgan meva-cheva, o't-yosh ko'ktatlar, go'shini yeb, sutini ichadigan hayvonlar, bularning hammasi Alloh bizga bergan ne'mat va yaxshilikdir. Bir odam bizga kichikgina bir yaxshilik qilsa, xo'sh bo'lib ketamiz. Yaxshilik qilguvchiga ko'nglimizda amroq bo'lib, hurmat qilamiz. Qilgan yaxshiligi uchun tashakkur etamiz. Bizga biror vazifa topshirsa, xo'shallik bilan bajaramiz. Shundoq emasmi ya? Undaqda bizni yo'qlikdan bor qilgan, son-sanoqsiz ne'matlarni bergan Allohga rahmat etish va buyurgan ibodatlarni xo'shallik bilan qilish kerak emasmi? Ibodat qilsak, Alloh biz uchun yaratgan buncha ko'p ne'matlar tufayli uningga tashakkur etgan bo'lamiz. Ibodatlarimiz orqali ulug' Allohga bo'lgan e'tiqodimiz, muhabbatimiz, bandiligimizni, uningga tava ekanligimizni ifodalagan bo'lamiz. Shundoq qilsak, Allohning yaxshi ko'rishiga erisha olamiz. Alloh bizdan rozi bo'lsa, bizga dunyodagi ne'matlardan necha hassa ko'p bo'lgan ne'matlarni oxiratda berdi va bizni jannatda abadiy baxt saodatga erishtirdi. Suyimli payg'ambarimiz mundaq deydi: Turmush saviyasi jihatda sizlardan tovandikilarga qaranglar, o'zinglardan yuqoridagilarga qarmanglar. Bundaqda Alloh sizlarga bergan ne'matlarni xor ko'rmagan bo'lasizlar. Bu hadis Muslimda kelgan. Alloh taolo mundaq deydi: Agar shukr qilsanglar, ne'matlarimni texmi ko'paytib beraman. İbrahim surasi 7-oyat. Qadrli do'stlarim, bugungi darsimiz kichikina bir hikoya bilan oxirlashadi. Kash. Bir balaning kiydigan kash yo'q ekan. Buningdan ko'ngli yerim ekan. Bir kun yo'lda ketib etib, puti yo'q bir odamni ko'ribdi-da, o'z-o'ziga: Allohga 100 ming shukr. Mening kashim yo'q, ammo putim saq. Kashni olg'ili bo'ladi, ammo putni bo'lmaydi, debdi. Bu kichikina hikoyadan oldigan darsimiz iqtidorchiligimizdagi narsalarning qimmatini bilgandila, ondan Allohga shukr qila olamiz. Qadrli kichik do'stlarim, bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Yangi bir qitimliq darsimizda ko'rishguncha sizlarni Janobi Allohga topshiraman.